Assalomu alaykum qora ko'zlarim, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Kuniga 3000 rubldan oyiga qancha uyga jo'natyapsiz? 90 ming so'm bo'ladi. Yotoq joyi beriladi, lekin registratsiyasi tekin, har oy patentlaringizni pulini to'lab beradi. Bu ham kompaniyani tomonidan tekin, patent ham tekin bo'ladi. Do'stlar, topolmaysizlar bunaqangi yengil ishni. Nima ish qilasiz bu yerda? Mana shu romlarga oynagini qo'yamiz, o'rnatamiz. Og'ir emas ishimiz. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimizga ajoyib imkoniyat. Har bir soatda peshona ter bilan topgan pullaringizni tejab qolishni xohlaysizmi? Yurtingizga qulay kurslarda pul yuborishni-chi? Unda Mir privilegiya ilovasini hoziroq yuklab oling va pul yuborishni eng qulay yo'lini tanlang. Mir privilegiya ilovasining afzalligi shundaki, u sizga nafaqat Rossiya rubli pasayishiga, balki boshqa banklardan ham ko'ra ancha qulay kursni taqdim etadi. Pastdagi havola orqali yoki Play Market va App Store'dan Mir privilegiya ilovasini yuklab oling va Use promo kodini ishlating. Use promo kodini ishlatsangiz, yuborgan summangizga qarab 1000 rubldan 2000 rublgacha tejab qolishingiz mumkin. Use promo koddan foydalaning va pulingizni tejang. Assalomu alaykum qora ko'zlarim, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek men Doniyor, siz Doniyor Faiz kanalidasiz. Kanalga albatta obuna bo'ling va videoga bitta laykni bosib qo'ying. Bugun ajoyib ish chiqaramiz aka-ukalarimiz uchun. Bu ishimiz Moskva, Moskovskiy oblastida bo'lib, har xil tochkalarda, qaysi shaharda, qaysi rayondaligini bilishni xohlasangiz, birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz turibdi. Birinchi ishlarni o'sha yoqqa chiqaramiz va adreslarni ham Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Silkani bosib o'tib, Telegram kanaliga obuna bo'lib, adreslarni ko'rishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarini ham tashlab qo'yamiz. Opisaniyada telefon raqamlarini ham yozib qo'yamiz. Ish ichkarida mana ko'rib turgan zdaniyalarimiz mana yangi domlar bor-ku, xuddi shunga o'xshagan domlarda ishlaysizlar. Nima qilasizlar? Ichkarida mana derazalarni, nakleykalarni qoparasizlar, uborka tozalash, shunga o'xshagan ishlar. Aka-ukalarimiz ishlashyapti. Kuniga 3000 rubldan yotoq joyi beriladi, oylikdan qaytarib qolinadi, lekin registratsiyasi tekin. Undan tashqari, agarda siz kelib ishlayman desalar, patentlaringiz bo'lsa, har oy patentlaringizni pulini to'lab beradi. Bu ham kompaniyani tomonidan tekin, patent ham tekin bo'ladi. Do'stlar, bunaqa ishni topolmaysizlar, bunaqangi yengil ishni. Kuniga 3000 rubldan har 10 kunda расчет qilinadi. Bez zadeshka shu kun kelib ishga kirdingizmi, o'sha 10 kundan keyin sirazi bir haftaligingizni olasiz, yana 10 kundan keyin bir haftaligingizni olib mana shunday расчет qilib ketilaveradi. Gap ko'p qilmaylik, ko'cha sovuq, qor. Men yupqa kiyinib ko'chaga chiqqanman sizlarga video olish uchun. Hozir ichkariga kiramiz. Aka-ukalarimiz ishlashyapti. Bitta hammasidan so'raymiz. Ma'lumotlarni eshitasizlar. Kim qanchadan buyon ishlayapti, ko'zga ham qor kirib ketdi. Xolos ketdik ichkariga, gap ko'paytirmaylik. Hormang aka, assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Ismingiz nima? Ismim Ravshan aka. Qayerdan bo'lasiz? Qashqadaryodan. Assalomu alaykum hammaga, Qashqadaryoliklar. Xo'sh, ichkariga kirib oldik. Mikrofonimizga hayron bo'lmaysiz. Stроительный jaydarskiy mikrofon. Bu yerda nima ish qilyapsiz hozir? Biz разный рабочий, oyna yuvamiz. Shu ag'bag'ni uborka qilib, klonkalar yulamiz. Xo'sh, bu yerda qanchadan beri ishlaysiz? Bu yerda o'tgan yil ishga kelgandim. O'tgan yil. 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Bu yerga qanday ishga kelgansiz? Kim orqali topib kelgansiz? YouTube'dan ko'rib kelganman, o'sha kelganimda ishga chiqdim. Bu yerdagi ishlarni tushuntirsangiz, misol uchun yotoq joyi bormi? Kuniga qancha topasiz? Oyiga qancha topasiz? Biz hozir video olyapmiz, YouTube'ga qo'yamiz. Kakras mana siz o'zingiz YouTube'dan ko'rib kelgan ekansiz-ku, to'g'rimi? YouTube'da aka-ukalarimiz ko'rishadi, ish haqida ma'lumot bersak, biz yetkazib, ishlamoqchi bo'lib yurganlar bor, ish qidirib yurganlar bor. O'shalar kelib bemalol ishlayveradi. Ishlayman degan bolalar bo'lsa, ish yaxshi, ishi og'ir emas. Qiladigan ishi oyna yuvamiz. Shunaqa oynalarni yuvasizlar? Mana shunaqa oynalarni artib tozalab, bir kunga 4 ta 5 ta yuvamiz. Bo'ldi shu. Bir kunga 4 ta 5 ta oyna yuvasiz bo'ldi. Bo'ldi, tamom. Soat nechidan nechagacha ish? Ish 8 dan 5 gacha ish vaqtimiz. Tamom shu bilan. Hozir bizga mana shu работодатель aytyapti menejeri, yotoq joy beriladi, oylikdan qaytariladi, registratsiyasi tekin. Avtobusda olib borib keladi, tekin deyapti. Bundan tashqari patent pulini ham to'lab beradi, tekin deyapti. Shu rostmi? Oylik beriladi, avans beriladi. Registratsiya qilib beriladi. Kvartiraga oylikdan olib qolinadi faqat bitta. Qolgan hamma narsasini olib kelish, olib ketish hammasi shu firmaning o'zidan o'zlari olib kelib olib ketadi. Qarang, bu yerga yana boshqa ishlayotgan aka-ukalarimiz bormi? Bor. U yoqqa ishlayapti ekan, hozir ishlayapti. yoniga boramiz hozir. Qaranglar do'stlar, mana eshitib turibsizlar. Kuniga 4 ta, 5 ta oyna yuvilar ekan. И всё. Xullas aka-ukalarimiz ishlamoqchi bo'lsa, kelsa bo'ladi. Bo'ladi aka, kelsa. Tavsiya qilasiz. Tavsiya qilaman. Oyiga qancha uyga jo'natyapsiz? Oyiga kuniga 3000 dan bir oy to'liq ishlasa 90 ming so'm bo'ladi. Kvartirani yeb ichishni qilsa 75 ming, 70 ming bemalol oyiga 800 dollar, 700 dollar ketadi. Bo'ladi, 700 dollar, 800 dollar bo'ladi. 800 ketadi. Mana do'stlar, eshitib turibsizlar. Bu yoqda ishlayotgan aka-ukalarimiz yoniga borsak endi, sekin. Hurmatli do'stlar, ketdik. Aka-ukalarimiz bu yoqda ishlayapti hozir.
Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilmoqchiman. Agarda haqiqatdan ham cho'ntaklaringizga 1000 rubldan 2000 rublgacha tejab qolmoqchi bo'lsalaringiz, boshqa banklarga qaraganda Mir Privilegiy bankining ilovasi birinchi kommentariyada bo'ladi. Yuklab oling va juda ham qulay kurslarda O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga pul jo'natmalarini amalga oshiring. 100 promokodini kirgizsalaringiz eng zo'r va eng qulay bo'lgan kurslarda uyga pul jo'natmalarini amalga oshirsizlar. 1000 rubldan 2000 rublgacha cho'ntaklaringizda qoladi. Qani ketdik. Mana ko'rib turganlaringizda remont ketyapti. Hali bu yerda odam yashamaydi. Xormaylar aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mikrofonimizga hayron bo'lmaysiz, jaydaricha. Qayerdan bo'lasiz? Assalomu alaykum. Qashqadaryodanmi? Qashqadaryodan? Qayerdan? Yakkabog' tumani. Yakkabog'dan. U aka ham Qashqadaryodan, ha? Ha. U tanishmisizlar u kishi bilan? Ha, birga ishlaymiz. O'sha kishi chaqirmaganmi bo'ldi? Yo'q, o'zimiz kiyib ishlaymiz. Sizchi aka? Biz ham Yakkabog' Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Qayerdan ko'rib kelgansiz bu yoqqa? YouTube'larda ko'rib keluvdik. Keluvdingiz, ha? Qanday ishlayapsizmi? Normalmi? Ishlar oson tumani, yengil Nima ish. ish qilasiz bu yerda? Bu yerda mana shu romlarga oynagini qo'yamiz, o'rnatamiz. Og'ir emas ishimiz. Shularni mana shu hozir bularni yulib chiqasizlar keyin, ha? Mana qarang. Mana bunday xuddi mana shularni yulasizlar. Xullas, qiladigan ishlari shu. Shunday. Kuniga qanchadan beryapti aka? Kuniga 3000 dan beradi. Haqiqatan ham beryaptimi? Albatta, yo'q. Rostmi? Albatta, rost. Biz hozir video olyapmiz. Akalarimizni ogohlantirgandik, video olishdan oldin biz kiramiz, hozir video olamiz, tayyorlanib turinglar deb turib, lekin gap o'rgatilmagan. Savol beramiz, borini boricha javob beradi. Kelibsiz bu yoqqa ishlayapsiz. Ish qiyinmi, og'irmi, o'rtachami? Boricha ayting aka. Aka-ukalarimiz keladi, sizlar bilan ko'rishadi, yuzma-yuz bilan o'sha paytda aytish mumkin. Aka, unaqa degandingiz-ku, nimaga aldabsiz videoda deysiz. Ishlayapsiz yo'da, ishchisiz, to'g'rimi? Ishchimiz. El qatori shunday. Kim kelsa ham kelaversin. Ish mana shunday, oson ish. Mana oynalarni yuvadi. Mana shunday oyna qo'yilgandan keyin oynalarni yuvib, mana bunday lentalarni olib tashlaydi bo'ldi. Ish qiyin emas, oson ish. Bu oynalarni sizlar hozir qo'lda ko'tarib chiqasizlarmi yo lift ishlaydimi? Lift ham ishlaydi. Lift ishlamaydigan joylar ham bor. Lift ishlamaydi. Buni ham aytish kerak, chunki Lift ishlamaydi. hozir lift ishlaydi desak, kelib turib bu yoqqa ishlagandan keyin lift bor deganding, biz qo'lda ko'tarib chiqyapmiz deydiganlar ham bo'lishi mumkin. Ogohlantirib qo'ygan yaxshi. Shunday. Yotoq joylari, sharoitlari haqida gapirib o'ting. Yotoq joylarga kelsak, yotoq joylar yaxshi, normal joy. Ishlasa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi. Anam aka aytdi, oyiga $700, $800 jo'nataman dedi. Siz qancha jo'natyapsiz? Bizlar shu 8-9 juntamiz. 7, 8, 9 shu atrofda ketadi O'zbekistonga. Aka-ukalarimiz kelib ishlasa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Taklif Kelib, bo'ladi. bemalol appa-singillar kelib ishlayversin mana oyna yuvishga. Mana shu bunday lintalar oladi, salafonlarini artib qo'yib tozalab ketaveradi. Hurmatli do'stlar, yana qaytib aytib o'tyapman. Agarda siz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga eng zo'r qulay kurslarda pul jo'natmalarini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, Mir Privilegiy ilovasini yuklab oling. Birinchi kommentariyada silka turibdi. 100 promokodini kirgizib, eng zo'r qulay kurslarda uyga pul jo'natmalarini amalga oshiring. 1000 rubldan 2000 rublgacha cho'ntaklaringizga qoladi. Qolgan banklarga qaraganda. Endi ishga keladigan bo'lsak, akalarimizni ko'p vaqtini olmaylik. Endi ish haqidagi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, agarda siz ishga kelmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamlarini nazivaniyada, opisaniyada, birinchi kommentariyada va Telegram kanalimda qoldiraman. Birinchi kommentariyada Telegram kanal silkasi turibdi, bosib o'tsalaringiz, qaysi shaharlarda, qaysi rayonlarda bu ishlar bor, hamma ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Telefon raqamiga telefon qilasizlar, kelaverasizlar. Ha, aytgancha. Endi Rossiyaga kelgan bo'lsangiz, migratsionniy kartangiz bo'lsa, shunday telefon qilasiz, aka biz ishga bormoqchimiz desangiz, shunday kelasizlar, bir 4-5 kun ishlab pulni olasizlar, kompaniya tomonidan patentga o'zi olib boradi, patent olishingizga yordam beradi, lekin aytib qo'yay, patent puli birinchi puli o'zingizlardan bo'ladi. Kompaniya yordam beradi, no o'zingizlardan bo'ladi. Keyingi oylarini uje sekin-sekin har oy to'lab ketilaveradi. Qolgan ma'lumotlarni o'zi ko'chaga chiqib tushuntiramiz. Akalarimiz vaqtini olmaylik. Mayli aka. Sog' bo'ling. Ishingizga omad. Sog' bo'ling. Charchamang. Mana qora ko'zlarim, ish haqidagi ma'lumotlarni eshitdilaringiz. Opa singillarimiz kelsa ham bo'ladi. Men aytgan raqamlarga murojaat qilinglar, kelinglar, ishlanglar, soqqani qilinglar. Tekin bo'lgan bitta like ni bosib qo'ying, sizdan nima ketadi? Bizda monetizatsiya yo'q-ku, biz pul ishlamaymiz-ku buni like orqasidan. Kommentariyaga tushib, o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, kanalga obuna bo'ling. Eng zo'r ishlarni, eng zo'r kontentlarni Doniyor Fayz kanalida ko'rib boraverasizlar. Ishinglarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.